Ha, şu. Üçüncü kanat, ikinci oy. Ha, otrat kız şu. Ma'qul qash. Yasin, saqchiga ma'lum qildingmi nima? Endi qanday qutulasan sizlardan? Tugashding sen. Lekin saqchiga ma'lum qilsang, o'zingmi tugishsan-da. Yaşa Yasin, yaşa. Hayatning payzini sür. Bu jahanda senden artıq bay yo'q. Senden artıq bayvatchi yo'q. Allah halim xeyr yaxshi qoldi. Haras. Men shu ahvolim ancha yaxshi vaqtladim ham yordam qildim deb. Ashlag'im yaxshilig'im qaytaray. Osh metat o'qatgan vaqtimda tag'am ko'p yordam qilgan. Ona 500 ming aytib qo'y. Yana bir og'inam japat qilgan vaqtimda xel uyligan. Ona 300 ming aytib qo'y. Xo'shlabmi xeyr yaxshi debdi. Ona 100 ming. Navoy. Ona 100 ming. Ishqima yaxshilikni qilganlarning hammasiga bir boshlab yaxshilikni qaytaray. Ey Yasin, bunda sihiyliqini bilgan bo'lsam, balduroq do'sib qo'ydiganman to'q asli. Saqchilar salaydini tutsa, saqti pulni bayqaydi. Demak, saqchilarning menimi izlaydigan vaqt bo'lib qoldi hozir. Voy. Baxtiyor saqchi yaxshimisiz? Men sirtdim. Ma'qul. Ma'qul, hozir boray. Ma'qul, hozir yetay. Ma'qul. Mana. Saqchi izdidim-a. Saqti pul ko'paytsang, mushta izdaydi shu. Qanoltira. Ishqonlar tanishamsizlar? Tunayman, Salayl aka. Qitimda ko'rishgan tonlar. Shu Salayl akamning uyida ko'rishgan. Uyda ko'rishgan. Ko'rishishni qildinglar? U kuni men telefon qilib ketgan-to. Sonini bozor ketibsan deb, shuni bilan qo'rqib ketib shu pul ko'tarib borganda meni kechirim so'rab. Qancha pul beribdi? 300 ming. 300 ming beribdi? Pul bergan vaqt boshqa bormi yo'qmi? Shu bordi. Asonsa Nuriman bordi. Nurimanmi? Abdulla, aqldan kiritdinglar. Mabal tanimsiz? Tunayman Yasin. Qitimda ko'rishgan. Qadim Salayl akamning uyida ko'rishgan. Ko'rishgan vaqtda nima ish qilyapti? Salayl akamni o'ldirsak shu pullar ketdiki. Pulni Salayl akam. Qancha pul? 300 ming. 300 mingmi? Pul. Siz ko'rdingizmi? Ko'rdim. Chekib turing. Sen Salayl degan 300 ming pulni yolg'on deydingmi? Qanday yig'an bo'lsa bu? Mana Yasin, men nima dedim? Saqti pulni saqchiga qandaqli tushundirasa endi.